Turizm sohasini rivojlantirish va uning iqtisodiyotdagi o'rnini oshirish bo'yicha belgilangan vazifalar ijrosi Senat Kengashi majlisida muhokama qilindi. Senat raisi Tanzila Norboyeva raisligida o'tgan yig'ilishda sohada erishilgan natijalar qayd etildi. Xususan, turoperatorlar, turagentlar va turizm xizmatlari ko'rsatuvchi tashkilotlar soni qariyb 6 barobarga oshib, 4,4 mingga yetgan. 6 mingga yaqin joylashtirish vositalari tashkil etilgan. Ulardagi o'rinlar soni 185,6 mingni tashkil etib, 2017-yilga nisbatan 5 barobarga oshgan. 4,5 mingga yaqin gid ekskursiyatorlar tayyorlangan. 2025-yilda qariyb 200 davlatdan 11,7 million turist O'zbekistonga tashrif buyurgan. Bu 2024-yilga nisbatan 1,6 million yoki 16,1% ga ko'p degani. Turizm xizmatlari eksporti 142% ga o'sib, 4,8 milliard dollarga yetgan. O'zbekiston bo'ylab sayohat qil dasturi 23,7 million fuqaroni qamrab olgan. Bu 2,2 barobarga o'sishni tashkil etgan. 2017-yilda yurtimizda 767 ta mehmonxona va joylashish vositalari faoliyat yuritilgan bo'lsa, bugungi kunda 2000, ya'ni 2026-yilning 6 oyligida kelib, ularning soni 7000 nafardan oshdi va bir kunda qabul qiladigan sayyohlarimiz soni, ya'ni mehmonxonadagi o'rinlar soni 200 mingtaga va xonalar soni 85 mingtadan oshganligini aytib o'tish joiz. Yig'ilishda sohadagi yuqori o'sish sur'atlariga qaramay turizmning iqtisodiyotdagi ulushini oshirish, hududlarda munosib rivojlantirishni ta'minlash hamda turistlar geografiyasini kengaytirish bo'yicha kamchiliklar saqlanib qolinayotgani ta'kidlandi. Senatorlar turizm sohasidagi muammolarni bartaraf etish va uni iqtisodiyotning drayveri tarmoqlaridan biriga aylantirish bo'yicha aniq choralar ko'rish zarurligini ta'kidlashdi. Mana mamlakatimizga tashrif buyurgan turistlar orasida ko'proq o'sha bizga yaqin mamlakatlar, jumladan Markaziy Osiyo davlatlarida tashrif buyuruvchilarning deyarli 80% dan ortig'i ko'proq o'sha ziyorat turizmiga yo'naltirilganini ko'rishimiz mumkin. Lekin bu bo'yicha asosiy vazifa ko'proq o'sha Yevropa davlatlari yoki Amerika davlatlarini ham o'sha bevosita sayohatchilarini mamlakatimizga yo'naltirish bo'yicha demak o'sha o'ziga xos vazifalar belgilab olindi. Muhokama yakunida Senat Kengashi qarori qabul qilinib, turistik salohiyatni targ'ib qilish, sohadagi mavjud muammolarni bartaraf etish va raqamli xizmatlarni kengaytirish bo'yicha vazifalar belgilandi.